mijozlar Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan hozirgi kunda doimiy rasmiy ish haqi ega bo'lmagan fuqarolarga kreditlar ajratish yo'lga qo'yilgan. Bunda biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor. Muddati 1 yil 25 million so'm, 25%dan 5 million so'm miqdorida beriladi. Foiz stavkasi 25%. Buning asosiy talabi o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga beriladi. Rasmiy ish haqisi bo'lishi shart emas. Bu 17 million so'mlik 17 million so'mgacha bo'lgan miqdorda beriladi. Rasmiy ish haqisi bo'lmagan mijozlarga beriladi. O'zini o'zi band qilgan, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan, xuddi shu faoliyatni yanada kengaytirish maqsadida beriladi. Bu plastik kartaga tushib beriladi. Oldingi tartibdagi ta'minotchi emas, 100% o'sha mijozni nomiga plastik karta ochilib, plastik kartaga tushib beriladi. Buni foiz stavkasi 25%, muddati 5 yil. Yillik imtiyozli davr bilan beriladi. Bundan tashqari yana 50 million so'mgacha kreditlarimiz bor. Bu ham xuddi shunday o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga beriladi. 5 yil muddatga yillik 25% ustama to'lash sharti bilan 2 yillik imtiyozli davr bilan beriladi. Bu ham hozirgi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi daromadini oshirish, bo'sh ish o'rinlarini yaratish maqsadida beriladi. Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan yoki o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga yoki bo'lmasa 15 sotlikdan yer olgan fuqarolarga beriladi. O'zini o'zi band qilgan bo'lib, davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lib, 312 sonli farmonga asosan tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan fuqarolarga 300 million so'mgacha kreditlar joriy qilingan. Bu garovsiz kreditlar. Bu aylanma mablag'ni to'ldirish uchun miqdorda beriladi. 100 million so'mgacha bo'lgan qismiga garov talab qilinmaydi. 100 million so'mdan oshgan qismiga likvidli mol-mulk yoki sug'urta polis talab qilinadi. Endi buni muddati 7 yil. 7 yil muddatgacha beriladi. 2 yil imtiyozli davr bilan beriladi. 100 million so'mgacha bo'lgan qismiga garov talab qilinmaydi.